Assalomu alaykum avvalambor hammaga. Streamga ulangan paytda saperniklarim ham, juda ko'p muxlislarim Sardor Dubayda yashaysan 2 yildan beri nima ish qilasan deb juda ko'pchilik so'rashadi. Mana bugun 1-aprel shu sirni hammaga ochmoqchiman. O'zbekistonda sartaroshlik qilganman, taksichilik qilganman, mardikorlik qilganman. Allohning bergan liboy yigit kishi nima ish qilsa hammasini qilganman. Taksichilik, stroyka, отделка, подделка, shifr yopish, g'ish qo'yish, beton qo'yish yoshlikdan mehnatda katta bo'lganman. Mana hozir 2 yildan beri Dubayda qanaqa ish qilishimni sizlarga ko'rsataman. 1000 marta gapirgandan ko'ra 1 marta ko'rsatgan yaxshi. Bugun 1-aprel sizlar mayli ko'zlaring bilan ko'rsatib qo'yay. Mana bu bizda ofisda boshlanishi. Mana bu bizda ofisda boshlanishi. Mana bu yerda yig'ilishlar o'tkazaman. Allohning mo'jizasi, Allohning qudrati ekan. Dubayda 80 etajli katta bir gastnitsani, ya'ni buildingning egasiman. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa, Allohning kuch-quvvati bilan juda ham bir 2000-3000 musofirga yurgan o'zbeklarimizni, tojik, qirg'iz, turkmanlarimizni ishlarga olib, nasib bo'lsa mana shu buildinglarga kim qanaqa sohasida, IT sohasi, til bilgan, farrosh, qanaqa qo'lda mehnati bo'lsa olib, ish bilan ta'minlaymiz Xudo xolasa. 2 yil bo'ldi mana shu buildingni, katta bir buildingni egasiman. Jonlaring sog' bo'lsin.